Assalomu alaykum, chorva qo'yish ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Toza hisori qo'chqorlar sotiladi. Endi ikki tishga chiqqan, ikki tishga yorgan, ba'zilari qo'zi tishlari ham bo'lishi mumkin ichida. Mana jonivorlar, qo'chqorlar sot uchun sotiladi. Manzil Sirdaryoda. Qiziqadiganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol 97lik 908 28 26 raqamiga aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Qo'chqorlar sovutilgan, o'sha yaylov sharoitida yurgan, bemalol olib borib qo'yingizga qo'shaverasiz. O'zini ko'rsataveradi jonivorlar mana. Qo'chqorlar sariq ishqibozlari bo'lsa sariq, qora kashtan ishqibozlari bo'lsa har xilchasidan bor bizda. Undan tashqari bu qo'chqorlardan tashqari yana davomi bor. Bu ichidan ajratib chiqarilgan. Mana bu yerda qo'chqorlar davomlari bor. Bu qo'chqorlarda aynan mana shu qo'chqorlarning narxlari bir joyda bo'lsa 13,5 milliondan ozgina kami bor. Agar tanlab olishga bo'lsa 14,5 milliondan kami bor. Umumiy bu yerda 70 talar atrofida sotiladigan qo'chqor bor. Ularning narxlari 10 milliondan 14,5 milliongacha so'ralyapti. Kami bor. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Qo'chqorlarning otalari, onalari videolarini tashlab beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa o'sha nomerda WhatsApp, Telegram bor. Aloqaga chiqsalaringiz bemalol qo'yib beramiz. Menimcha tez va qisqa ma'lumotlarni aytdik. O'sha sizni vaqtingizni olmaslik maqsadida o'sha like bosib, kommentariya yo'lda fikrlaringizni yozib, chorvador qiziqqan do'stlaringizga jo'natib qo'ysalaringiz bo'ladi. Mana qo'chqorlar yurishlari. Qo'chqor izlab yurgan do'stingizga, tanishingizga jo'natib qo'yasiz qo'chqorlarni. Mana jonivorlar o'ta go'shtdor narsalar. O'zini ko'rsatib yuradi jonivorlar. Mashalloh deb kommentariyada yozib ketasizlar.